Assalomu alaykum do'stlar. Agar siz ham telefonda bo'lsangiz, kompyuterli versiyada nima o'ynamoqchi bo'lsangiz, avvalambor sizga Mojo Launcherni taqdim etaman. Mojo Launcherda xuddi kompyuterdek nimalardek nima qilishingiz mumkin. Ayniqsa Mojo Launcherda kompyuterda eshitasan degan narsalarni eshitsanglar bo'ladi. Va mishkasi ham bor. Mana ko'rsatib beraman. Play bosamiz. Ko'rsatib beraman. Mana mana bu tugmachani bossanglar bo'ldi. Mana qo'lingiz bilan bemalol boshqara olasiz. Do'stlar, mana agar men bunga ma'lumotni tushunmadim, o'zingizlar YouTube'dan ko'rib olasizlar. Mojang bu ya'ni gadget degan. Mana Java Edition multiplayer desanglar, kimdir chiqadi, kimdirlar play server. Bironta server yaratmoqchi. Tasavvur qiling. Artı 3 koyupan. Üçünü uçuramızda. Buraya koyalım. Artı graf. Nokta. Uzaktan. Ok. Bölme yaptı. Bu server bo'lmadi. Boshqa server yaratib ko'ramiz. Masalan, Dragant bu yerdan buni o'chiramiz. O'chirib, endi masalan play PvP yana nima edi? PvP craft keyin PvP craft ne bo'lyapti? Server tayyor. Yo'q, bo'lmadi. Mayli, atsi. Mayli do'stlar, bo'lmadi. Adres server adresi kerakmi? Hardcraft. Ha, server yaratmoqchiman. Tasavvur qiling. Server artefaktni serverni yaratmoqchisiz. Bu yerga
Yo'q, bo'lyapti, faqat bo'lmayapti qanday. Join server. Bo'lmayapti. Editga ham shuni yozgan edim. Domeni bo'lsa bu yer chiqyapti. Mayli bu yerdan chiqib ketamiz. Xayr do'stlar. Ko'rsatishim kerak avval.